Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-yanvar haftani chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab bozor 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Bularning narxi necha pul? 75 ming so'm. Donaga pachkagami? Donaga 75 ming so'm ekan. Pachkaga necha pul? 70 ming so'm. Razmeri 50 dan 56 gacha razmer. Materiali nima buni? Jazlayn bambuk ekan. Va bular necha puldan endi? Bular 100 ming so'm ekan pachkaga. Dona pachka narxi bir xil ekan, 100 ming. Razmeri 50 dan 60 gacha razmer. Materiali nachosli bambuk ekan. Mana-chi. Mana zamoga borlari necha pul? 100 ming so'm ekan. Buchi ro'paradagilari. Halatlarimiz shu, hammasi dona 75, pachkaga 70. Halatlar shu donaga 70 ming so'm. Pachkaga? Pachkaga 70. Ha, pachkaga 70 ming so'm ekan, donaga 75 ming so'mdan ekan. Ko'ylaklar 65. Ko'ylak lozimlar 65 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringiz? 91lik 144 80 87. Shunga telefon qilaverasizlar shu nomerga. Mana tigerda nimasi borlar necha pul? Mana shu ro'paradagilar. Pachkaga 75 ming qilib berishyapti ekan bularni. Donaga necha pul? 80 mingmi? 80 ming so'm ekan. Razmeri nechitalik? Razmer 50 dan 60 gacha razmer ekan, razmeri.